turganman men. Turgansan? Yo'ldaman men. Yo'lda? Kelyapman mana. Mashinalar eshitilyapti mana. Mana yo'ldaman dedi, kelyapman, yo'ldaman mana. Jinnipini bo'lib qolganmisan? Qanaqasiga yo'lda bo'lasan? Axir sen bilan uy telefonda gaplashyapman-ku. Tez yetib kel. Ana ustol papkani ham olgin, xo'pmi? Bu hayotda hech nima tasodif emas. Hattoki tasodif so'zining o'zi ham tasodifan paydo bo'lmagan. Taqdir familiyadosh bo'lgan ikki yoshni kutilmaganda uchrashtiradi va ular bu uchrashuvdan qanchalar qochishmasin, qismat o'z so'zini o'tkazadi. Baxtli oila ibtidosi uchun eng muhim sanalgan muhabbat tuyg'usi va taqdir sinovlari tasodif filmida. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? O'zingiz qarab yurmaysizmi ko'zingizga? Ko'zoynak taqib yuring. Nima men deraza taqib olganman. G'iyos aka. Sizning familiyangiz Saidova, to'g'rimi? Saidova. Sizniki Saidov Yodgor. Biz o'ylabmiz, sizlar bir oila deb o'ylabmiz. O familiyasi bir xil bo'lsa, bitta er xotin bo'lib ketavermaydi. Qarindoshim bo'lishi mumkin. Sal surishtirib. Kechirasizlar-ku. Bizga shu haligi xat bo'yicha ishxonalardan shu ro'yxatni berib yuborgan bizga. Tushunyapsizmi? Eshitmaymanmi men? Eshitmaysiz. Bundan Iloj bo'lsa ko'rmish qiziqmi? Unda nimaga taqdir meni? Shu meni jinim suymaydigan qiz bilan nuqul to'qnashtiradi, a? Nimaga? Rollarni Feruza Normatova, Alisher Uzoqov, Hamdam Sobirov, Shahlo Temirova va o'zbek kinosiga endigina kirib kelgan va ko'plab taniqli aktyorlar ijro etishgan. Sen shunaqa ish qilginki, shu kompyuter faqat virusdan iborat.